Bugun sizlar bilan sushi tayyorlaymiz. Derdim-u, lekin yosh bolasi borlar meni juda ham yaxshi tushunadi. Lekin sizlarga undan ham zo'r narsa o'rgataman. Dostavkasi tekin. Yana 90 ming promokod. Bunaqa imkoniyat faqat Volt ilovasida bor. Buning uchun Volt ilovasiga kirib, o'zingizga yoqqan kafe yoki restoranni belgilaysiz. Mahsulotlarni korzinkaga solasiz va men bergan promokoddan foydalanasiz. Bu promokod bilan siz birinchi 3 ta har bir zakaz uchun minus 30 mingga ega bo'lasiz. Ham qorningiz to'yadi, ham oilaviy budjetga ziyon keltirmaysiz. Lekin sizlarga yana bitta zo'r narsa aytaman. Menga o'xshab soddalik qilmanglar. O'zingizlar qiynalib topgan bonusni xo'jayiningizga yetib qo'ymanglar. Miyam qornim to'ygandan keyin ishlab qoldi. Shuncha narsani dostavkasi tekin 270 mingga zakaz qildim. Shuni xo'jayinimga 350 mingmi deb aytsam bo'ladi-ku. Qaytimi oldimga qolardi. Keyin menga o'xshab afsuslanmasligingiz uchun oldindan aytib qo'yibman. Uyda o'tirgan ayollarga ortiqchalik qilmaydi bu pul.